Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Mana yangi ishlarimizni xudo xolasa kech bo'lishiga qaramay bitirdik. Bu qilgan ishlarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qaqir qishlog'iga qadrdon akamiz Akmal akamizning xonadonlariga qildik. Azizlar, 120 santimetrlik stolimiz, savat qo'yadigan va 18-20 talik tandirimiz burchakka, 55 talik bokimiz, 16 talik qozonimiz, 30 talik va 50 talik qozonlarimiz azizlar. Mana qozonlarni yoqib qo'yganmiz. Xudo xolasa tutunlar oldidan giram ham chiqmaydi. Inshaalloh azizlar. Mana bu tomonda tandirlarimizni ham zontilar o'rnatdik. Xo'p, 260 ga 460 ga tushgan joy mana azizlar, xudo xolasa. Endi shkatulka ishlari qolibdi. Inshaalloh shkatulka ishlari ham qilinsa, kafillar bosiladi. Bir qator tutun tortishlarni ko'rsatib o'tamiz inshaalloh azizlar. Mana eshiklarni ochib qo'ysangiz ham alanga bu tomonga urmaydi. Nihoyatda chiroyli yonadi. Xudo xolasa tutun ichkariga ketadi. Tutunni tortish bilan birgalikda suv ham tez qaynaydi. Inshaalloh mana hozir suvlar korobkamiz ilashtirib bir qator tutun tortishini ko'rsatib o'tamiz. Tandirlarimiz mana oqarishga ham kelib qoldi inshaalloh azizlar. Bir sutka mobaynida 70 kilo ko'mir bilan pishirdik tandirlarimizni. Uzoqdan ham ko'rsatib o'taylik. Obunachilarga kechagi kungi ishimizda mana shu nimaga qo'yilgan dedik. Inshaalloh bu tandirimizni cho'ntagi ashaka do'llolab bosaveradi. Mana sizlar. Xudo xolasa mana tutun tortishlarni bir qator ko'rsataylik. Azizlar, skvazni qanaqa mana ko'ringlar. Mana iloji boricha ichkariga so'rayapti. Bu tomondan ham ko'rsatay. Bu nimalarimizni ko'pchilik aytayapti, ichida konditsioneri bormi, tortadigan deyapti. Hech qanaqa konditsioneri yo'q mana. O'zi ichkariga olib kirib ketyapti. Mana azizlar. Keyingi qozonimizga o'ting. Mana qozonimiz ham nihoyatda go'zal. Mana o'zi ichkarida demaxodlari bor, sistema o'shnaqa. Tutunni ichkariga so'rib yuboradi. Bo'ldi, eshigini yopib qo'ying. Azizlar, xudo xolasa mana suvlarimiz ham ozgina nima bilan qaynadi. O'tin bilan. Bu qozonimiz ham qaynadi. Xo'p, kichkina qozonimiz ham mana qaynadi. Azizlar, mana shu bokimiz yoqmadi. Bokimizni ham bitta ko'rsating. Obunachilar mana yonmagan holatda qani qay holatda totadi. Uni ham ko'rsatamiz. Mana bu bokimiz yoqmadi. Mana bu alangani yoqib olmor, to'g'rimi? Mana azizlar, yonmagan holatida. Yaxshilab o'chiring. Ezing, yaxshilab. Mana azizlar. Skvoznoy zo'rligidan bokni mana yoqmagan holatimizda totayotgan tutun. Ekan bo'ldi. Mana azizlar, uzoqdan ham ko'rsataylik. Xudo xolasa ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta chiroyli like bosib qo'yasizlar. Mehrikilol tandir o'choq kanalimiz bor, YouTube kanalimiz. Instagramda tandir va o'choq ustalari, xudo xolasa obuna bo'lish esdan chiqmasin. Tandirimizga kelsa, tandirimiz Kenjaboy tog'a tandirlari zakaz beraverasizlar, yasab beraveramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.